Assalomu alaykum. Biz kuzatgan ko'rib, obunachilar hammalarga xayrli bo'lsin. Xudo xolasa mana keyingi zakat ishlarimizni ham mana o'rnatib bitkazib bo'ldik. Bizni kuzatib turgan ko'rlar bo'lsa, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yib, layklarni ham aytmaslar degan umiddamiz. Xudo xolasa bu keyingi zakatimiz Namangan viloyati Norin tumaniga tayyorlab berdik. İşlerimizni sizlar ko'rib, sifatiga baho berib, layklardan bosib turasiz degan umiddamiz. Xudo xolasa bizning xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Dastlabki ustunovkasi vodiy bo'ylab o'rnatib, xudo xolasa joy-joyga qatib beramiz. Voha tomonlarga kelishilgan holatda ishlarimiz bilan ko'ringlar. Xudo xolasa bu eshiklarimiz endi tayyorlab berdik. Holatlarini ko'rishingiz mumkin. Osti yopilishlari. Kanalimizda kuzatib turgan fikrlar bo'lsa, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysanglar, xudo xolasa keyingi ishlarimizni ham kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Layklarni ham aytmaysizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa mana ishlarimizni o'rnatib bitirib yakunladik. Eshiklarimizni ochilib yopilishlari, fasonlarini e'tibor beringlar. Oynalarimiz germetiklangan, rezinkalar qo'yilib, xudo xolasa mana zamoylar, toza zamoylar o'rnatib chiroyli qilib qatirib berdik. Bu tarafda mana eshik romlarimiz bor. Mana bu yerda ikki qanotli eshigimiz. Razmerlarimiz yana kichikroq hisobiga, bu tarafda sal kichikroq bo'lgan. Bunisi qanotimiz 60 cm. Общий eshigimiz eni 1-4 cm ga tayyorlab berdik. Bo'ylari 2,5 cm. Mana bu tarafda ham bitta eshigimiz bor, bu tarafdan romimiz bor. Xudo xolasa aytganimdek, vodiy bo'ylab dastlabki ustunovkamiz mavjud. Voha tomonlarga xizmat ko'rsatamiz, faqat dastlabki ustunovkalar kelishilgan holatda. Akamiz ham bizni YouTube'da ko'rib, ishlarimizni ko'rib yoqtirgan ekan. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qildik. Xudo xolasa eshiklarimiz yoqdi. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqboshi tumani, Usta Iqboljon. Telefon nomerlarimiz 90lik 549 74 01. Bemalol Telegram, WhatsApp orqali ham murojaat qilishingiz mumkin. Mana holatlari. Kimga shunaqa yog'och eshik rom bo'ladimi yoki endi bo'ladimi, bemalol eshik rom degan fikrlarga podlesa qilib ulashib qo'ysanglar, xudo xolasa narx-navolarni kelishib olsak, chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Bu eshik romlarimizni ancha bo'lganida kelishganimizga kvadrat metrini 850 ming so'mdan qilib berdik. Dastlabki ustunovka ham yo'q ichida. Oq oynak, mana oq oynak adishning. Yana bir bor. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqboshi tumani, Usta Iqboljon. Telefon nomerlarimiz 90lik 549 74 01. Bizni kuzatishda davom etinglar. Layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Sog' salomat bo'lasizlar.